qara. Qachon bo'lasanlar o'zi, a? Ja cho'zvorlaring-ku, tezlashtirmaysanlarmi? Voy, jin nimami men buni tezlashtirib? Voy, siz ham oborasiz ey Murod aka. Tayyor ish bo'lsa, endi bu yog'iga cho'zamiz endi. Xudo xolasa bir kamida bir 5-6 oygami cho'zamiz. Nima? Ha? Endi bu yog'iga siz sog'ib yotamiz-da. Murod aka. Nima? Nima degandan ko'ra sement olib keling, qomadi sement. Voy, qanaqa odamsan? Kecha 2 tonna olib kelib berdim-ku semonni-yu. Ha, 2 tonna olib keldingiz, yarim tonnani ishlatdik, qolganini sotdik. Voy, sotding? Ha, o'tiramizmi klient kelib turgandan keyin? Haligi qo'shningiz nega ko'rinmasdan qoldi, Olimboy? Nima qilasan uni? Ana kunga olib kelgan kraskalaringizni o'shanga sotgandim. Ana kunga 120 talik nima olib keldingizmi? Ikkichiligini o'shanga sotdim. Miq ketmadi, indin kelaman dedi. Voy, Eting ko'rsiz, olib kelsa, voy. Unaqa noinsof odam bo'lish kerak emas. Halol yashash kerak odam. Qanaqa odamsan o'zi? Qanaqa? Olib kelsan nimaga sotasan sen? Klient kelib turgandan keyin Murod aka, men nima qilishim kerak? Ber deb yalingandan keyin. Voy, meni narsam emas, bemalol sotib yuboraman de. Men nima ishim bor? Murod aka. Murod aka, hammasini sotdik. Siz hech narsani bilmadingiz. Murod aka, men sizga aytsam, sizdagi sodda gul, laqma odamni men hayotimda uchratmaganman. Gul? Gul ham gapmi? Sizchi lux ekansiz. Xat bo'lmaydi Murod aka. Sizchi anu pul topib aql topmagan odam ekansiz, to'g'risi? To'g'risi. Kim bitmagan uyiga 20 banka kraska olib beradi? Kim?